Salom hammaga bolalar. Bugungi videoyim 2011-yil, 2012-yil va 2013-yildagi bolalarga tegishli bo'ladi. Ya'ni 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan men 8-may kuni o'zimning shaxsiy futbol musobaqam, futbol konkursimni uyushtirmoqchiman. Ya'ni katta stadionda 12-maktabdagi katta poliyada shu 3 ta yosh toifasidagi bolalar komanda qilib kelib o'ynashlari mumkin. Maksimal komandalar soni 6 tagacha bo'lishi mumkin. 6 ta komanda qilishlaring mumkin. 6 dan ko'p komandaga ruxsat yo'q. 6 dan kam bo'lsa, ko'p bo'lmasin. Birinchi o'ringa bitta o'rin bor, ikkita o'rin yo'q. Birinchi o'ringa 150 ming so'm pul mukofoti bo'ladi. Agarda kimda qandaydir tushunmovchiliklar agar bo'lsa, komandamizni qo'shtirib qo'yamiz degan maqsad niyatlar bo'lsa, mana shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Men sizlarga hammasini tushuntirib o'taman va o'zlaringning jamoalaringga mana shu raqamlarga chiqib qo'shib qo'yishlaring mumkin. Xudo xohlasa shu Instagramni kuzatib borsalaring, men aniq vaqt soat qachon bo'lishini aytib o'taman, lekin 8-may kuni aniq bu musobaqa bo'ladi. Bemalol kelib qatnashishlaring mumkin. Hammaga rahmat.